Senga faqat mahsuloting sotilsa bo'ldi-yu, sityevoy desanu deyishadi. Shunda menda bitta savol tug'iladi. Qaysi biznesda sotuv yo'q? Stomatologlar tekinga ishlaydimi? Yurist pul olmasdan turib ham maslahat beradimi? Novvoy har kuni tekinga non tarqatadimi? Yoki do'konga kirsangiz kiyimni sovg'a qilib yuborishadimi? Yo'q. Chunki har qanday biznesning maqsadi mahsulot yoki xizmat sotish. Tarmoqli marketingdan bundan mustasno emas. Eng qizig'i, agar odam millionlab pul sarflab do'kon ochsa, hamma uni tadbirkor deydi. Lekin boshqa bir odam tayyor brend bilan ishlab, o'ziga yoqqan mahsulotni tavsiya qilsa, darrov bular mahsulotini o'tkazmoqchi deyishadi. Aslida esa ikkalasi ham bir xil ish qilyapti. Ikkalasi ham mahsulot tavsiya qilyapti, ikkalasi ham savdo qilyapti, ikkalasi ham shu orqali daromad qilyapti. Faqat ishlash usuli boshqacha. Yana bitta narsa, menga hech narsa sotmang deydigan odamlarning o'zi har kuni boshqalarning tavsiyasiga ishonadi. Bloger tavsiya qilsa oladi, do'sti maslahat bersa oladi, izohlarni o'qiydi, oladi. Shifokor yoki mutaxassis aytsa, yana ishonib oladi. Demak, muammo tavsiyada emas. Muammo shundaki, tarmoqli marketing haqida hali ham eski tushunchalar bilan o'ylaydiganlar ko'p. Ko'pchilik hali ham uni 90-yillardagi moliyaviy piramidalar bilan aralashtiradi. Vaholanki, bu ikkalasi ham bir xil narsa emas. Shuning uchun xulosa qilishdan avval oldin farqini bilib olish kerak. Agar siz ham tarmoqli marketing bilan piramidani o'rtasida qanaqa farq borligini aniq bilmoqchi bo'lsangiz, profilimga kirib, reelslarimni ko'rishingizni tavsiya qilaman.